Munisaxon aya Mamajonova turmush o'rtog'i bilan 1992-yilda Tojikistondan Farg'onaning Oltiariq tumaniga kelib yashay boshlaganlar. Men shu uyda olgan xo'jayinim shu o'tirganman. Ammo ayaning turmush o'rtog'i baxtsiz voqea sabab vafot etdi. Tojikiston fuqarosi Oltiariq tumanida farzandlari bilan yolg'iz qoldi. Bolalarim mayda edi. Siz 5 ta bolangiz bilan qolgan. 5 ta bolam olgan. Mo keyin olgan mana sizni necha yil olgan. Ungacha men qiynaldim. Aya 5 farzandi bilan mashaqqatlarni boshdan kechirdi. Biror bir ishga kirib ishlay olmas edi. Ota-onamga boraysam yo'l bek o'tkazmaydi. İnalarim ağda, ular o'talmaydi. Men yo'l bekidi-yu endi ochildi. Birantasi bersa yedim. Bolalarim bor, ishga ham kiroldim. Xalq berdi, rahmat. Munisaxon ayaning uyi Oltiariq tumanidagi bozorga yaqin bo'lganligi sabab farzandlarini qornini to'ydirish uchun sotuvchilikka chiqdi. Onamda pulini olib, bozor qilib, jitcha bozor qilmay ikkita non olib kelaman. Ovqat qilmasam nonni olib kelib, buvim yordam qilgan ona. Farruh aka Fayzullayev ham ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Uning onasi Qirg'izistonga kelin bo'lgan. 1990-yilda O'zbekistonga kelib yashashni boshlaganlar. Ammo muhim fuqarolik pasporti bo'lmagan. Onamni ro'yxati u yoqda bo'lib qolgan. Vид на жительство berishgan bizga. Onam bilan nimaga keyin shu bilan yashab kelyapti. Pasport olish imkoniyati bo'lmagan. Pasport olish yoshiga yetganda ham Farruh akaga O'zbekiston fuqaroligi berilmadi. Ko'p narsalardan mahrum edi. O'rtoqlarim pasportlarni olishgan mahalda ko'rardim. U mahalda yashil pasportlar bo'lardi, ko'rganman. Nima qilib chiqqanman ham bir-ikki chiqsam shunaqa yana qayta shu narsalarni tushuntirishgan, ha xo'p chiqib qolardi deb lekin yurib bizga qizil pasport berildi. Fuqarosi yo'q shaxs uchun O'zbekistonda yashash uchun guvohnoma berildi. Shunday yurdik, baribir u bilan o'rtoqlarim oddiy Shohimardonga borishadi. Shohimardonga borish uchun ham o'rtada Qirg'iziston bor, chegara bor. O'sha yerda bemalol o'tishadi-da. Men bora olmasdim. Turmush qurish vaqti ham yetib keldi. Farruh aka O'zbekiston fuqarosi bilan oila qurdi. Metrikalarga qiynalganmiz otasi. Misol hozir ham metrikada otasi fuqaroligi joyda fuqarosi yo'q shaxs turadi. Shunaqa qilib suhbatdoshlarimizning biri Tojikistonga, biri esa Qirg'izistonga qaytib keta olmasdi. Ular o'zbekistonliklar bilan allaqachon qadrdon bo'lib qolganlar. Mamlakatni vatanim deb aytishga ulgurganlar. Ota-onam Tojikiston fuqarosi bo'lgani uchun orada O'zbekistonda yashash tugul kirib kelishda o'zi qiyin bo'lgan oldin. O'shaning uchun ular Tojikistonda yashagan, men O'zbekistonda yashaganman yoshligimdan, kichkinaligimdan. Farg'onaga bordim, Toshkentga bordim. Nimaga ham bordim? Qo'shtepaga bordim, Marg'ilonga. Meni ro'zalarda yig'lab o'tiramanki, aytdi, "Jon ukalar, menga qilib beringlar, ketalim. Aqda uyim yo'q-da. Ota-onam o'lgan bo'lsa sig'mayman. Ular uyi joyi bor, men sig'inman." Mamlakatda yashasalar-da, O'zbekistonda fuqaroligi bo'lmaganlar prezidentga maktub yo'llatdilar. Nomada esa yillar davomida shu yerda istiqomat qilib kelayotganlari O'zbekiston fuqaroligini so'raganlar. Fuqarolikka topshiramiz deyildi. Menga berilgan ma'lumot bo'yicha eng kamida 1 yil, 1,5 yildan 3 yil muddatgacha ko'rib chiqilar ekan fuqarolik. Murojaat yo'llagan fuqarolarning xonadoniga xush xabar keldi. Onasi fuqarolik berilyapti ekan. Telefon qilib qolishdi. Tezda chiqishim kerak ekan. Yaxshi borib keling. Rosa kutilgan lahzalar. Necha yil kutdik bu lahzalarni? Xo'p. Prezidentning farmoniga ko'ra, Farg'ona viloyatida istiqomat qiluvchi 20 nafar shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilindi. Ularga pasport topshirish marosimi katta shodiyonaga aylandi. Albatta prezidentimizga katta rahmatimni aytib qolaman. Viloyatimiz hokimiga ham shu qatori, shu migratsiya xodimlarining hammasiga rahmat deyman. Shunchalik qonuniy yo'l bilan hamma narsani bizga yetkazib taqdim qilib berishgani uchun. Tadbirda fuqarolikka qabul qilingan shaxslarga fuqarolik pasportlari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinganlar bunday yuksak e'tibor uchun prezidentga minnatdorchilik bildirishdi. Mana menga O'zbekiston pasporti berdi. Shavkat Mirziyoyevga ming rahmat. Endi O'zbekiston pasportingiz bor. Bor, endi fuqaroligim bor, xursandman juda ham. Rejalar nima? Rejalar endi ko'p rejalarim. Munisaxon ayaning uyidagi shaftoli bu yil mo'l hosil beradigan ko'rinadi. Bo'y ko'rsatdi, ko'zni quvontirib gullabdi. Ayaning endi ko'ngli xotirjam. U O'zbekiston fuqarosi. Xonadoniga qo'shnilar chiqadi.
yaqinlari keladi. Hammasiga pasportini ko'rsatib maqtanadi. O'zbekiston prezidentiga rahmat aytib, qo'lini duoga ochadi.